Shu videoni oxirigacha ko'ring. Sizga shunaqangi chiroylikkina Terra modelimizni ko'rsatib o'taman. Juda ham chiroyli qilib ishlangan. Divanga e'tibor berib qo'yasizlar. Mana bosh tomonlari chiroqlari yonib o'chadi. Ko'rib turibsizlar. Trimomiz, tumbichkalarda ham chiroq bor. Ularga ham yonib o'chadi. Keyin oyoq tomonida ham chiroq bor. Bunisi ham yonib o'chadi. Trimomizning chiroqlari ham yonib o'chadi. Bu tomonda shkafimiz. Shkafda chiroq yo'q. U yonib o'chmaydi. Trimoga ahamiyat berib qo'yasizlar. Shunaqangi chiroqlari mana. Bulutda mana. Issiqni bossalaring, trimo yonib o'chadi. Tepada shunaqangi kattagina tortmasi. Tagida ikkita yonida tortma, o'rtadan yana bitta tortma chiqadi. Tashqi fasad krashni MDF. Bu yoqlari esa rossiyskiy laminatda ishlangan. Juda ham chiroyli qilib ishlangan. Ko'pchilik videoni oxirigacha ko'rmasdan, narxlarini bilmasdan telefon qilishyapti. Mana shu komplektimiz narxi polniy komplekt, shkaf, trimo, divan, hamma yo'g'i. O'zbekiston bo'ylab 550 kilometrgacha dastavkasi ham polniy komplekt. 13 million 200 ming so'm. Uyingizga chiroyli qilib olib borib o'rnatib beramiz. Uyingizga olib kirib yuborsangiz bo'ldi. O'zimiz chiroyli qilib terib beramiz. Mana divanga e'tibor berasizlar. Taglarida chiroqlari, yo'llari shunaqa yumshoqqina. Bosh tomonlari chotki qilib ishlangan. Ikkita tomonda tumbasi, chirog'i, matrasi. Taglari kapot mexanizm. Mexanizmni ham bitta ochib ko'rsatib qo'yaman o'zim. Bitta qo'lda ham ocha olamanmikin? Ketdi. Mana. Taglari kapot mexanizm bo'ladi. Juda ham chiroyli qilib ishlangan. Ichlari ham kengina, bemalol qishki kiyimlaringizni solib qo'ysalaring bo'laveradi. Ko'rib turibsizlar? Chiroqlari ham o'ziga yarashib turibdi. Endi buni yopib qo'yamiz, qani. Bitta qorayadi. Videoni ham montaj qilmasdan qo'yib yubordim, qo'lda yopmoqchi edim. Boshqacha ketib qoldi. Montajni ham o'zim qilaman-da, montajga erinib qolaman ba'zi-ba'zida. O'zi hech qaysi videoni montaj qilmayman. Trimolari ham juda ham chiroyli qilib ishlangan bo'ladi. Bu montajga kerak yo'q, o'zi mebelga e'tibor berasizlar, juda ham chiroyli qilib ishlangan. Bu tomonda shkaf. Shkaf 6 eshikli. Ruchkalari ham o'zini materialdan, unaqangi plastmassa yo temir qo'yilmagan. O'zini materialdan, MDFdan chiqarilgan. Bu tomon kuyovbonlarga mana kalta kiyimlarga, tepaga shim kastim. Mana bu yoqda shunaqangi narsalari ham bor. Mexanizmlar davchik mexanizmda bitta, ikkita, uchta, to'rttadan, beshtadan qo'yilgan. Eshik osilib ketmasligi uchun. O'rtasi polkali bo'ladi. Kamera yaqinroqdan olingani uchun ichlari uncha ko'rinmayapti. Bu tomoni kelin bolalariga, uzun kiyimlarga moslashtirilgan. Sizlarga ham shunaqangi sifatli mebellar kerak bo'lsa, bemalol Shodlik mebelga aloqaga chiqishlaring mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastavkalar bor. O'zbekiston bo'ylab 550 kilometrgacha esa dastavka mutlaqo bepul. Uyingizgacha chiroyli qilib yetkazib beramiz. Qo'qondan boshlab 550 kilometrgacha. Siz bizni qayerdan kuzatyapsiz? Shu haqda kommentariya yozib qoldiring. Pastga Telegram kanalimizni silkalarni qo'yib qo'yaman. Mana shularimizni rasmlarni joylab qo'yamiz Telegram kanalimizga. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar pastga. Pastda chiqadi Telegram kanalimiz. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar, albatta foydasi tegadi. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Ushbu videoga bittadan like bosib, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring.